Juda ko'p so'ralgan Ozempic va Arlip haqiqatan ham ozdiradimi yo bu navbatdagi marketingmi? Men sizlar uchun barcha tadqiqotlarni o'qib chiqdim va hozir aytib beraman. Sizni ozdirib qo'yadigan sehrli tabletka yoki ukol yo'q. Ozishning asosiy usuli bu kaloriya defitsiti, kamroq kaloriya iste'mol qilish va ko'proq harakat qilish. Kardio, intensiv trenirovkalar. Endi dorilar haqida. Arlip bu Arlistat, u ishtahani kamaytiradi. U ovqatda yog'larning taxminan 30% ni surilishini to'sadi. Shuning uchun qorin dam bo'lishi, tez-tez hojatga chiqish kabi nojo'ya ta'sirlar bo'lishi mumkin. Arlip faqat parhez bilan birga ishlaydi. Ozempic bu semaglutid, u miyadagi ochlik markaziga ta'sir qiladi, ishtahani kamaytiradi, tezroq to'yasiz, kamroq ovqat yeysiz. O'tkazilgan tadqiqotlarda odamlar o'rtacha 15% gacha vazn tashlagan, lekin ularda ko'ngil aynishi, qusish, ich ketishi va holsizlik kuzatilgan. Bu dorilarni to'xtatishingiz bilan eski ovqatlanish tarziga qaytasiz, u bilan ortiqcha vazningiz ham qaytadi. Demak, chuda tabletka yo'q. Xulosa, to'g'ri ovqatlanishsiz va mashqlarsiz natija uzoqqa bormaydi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, saqlab qo'ying va yaqinlaringizga ulashing. Qaysi dorini yoki mavzuni keyingi videoda oddiy tilda tushuntirib berishni izohlarda yozib qoldiring.